Xo'p, nejiloy joy sotiladi. Samarqand shahar qoq markazidan mikrorayon hududi. Eski binolarning birinchi qavatida joylashgan. Xo'p, katta ko'cha bo'yiga hozir oldin bu yerda klinika bo'lgan, mayda xonalarga bo'linib tashlangan. Hammasini ko'rsatish shart emas. Gipsokarton bilan bo'linib, mana bunaqa akfa eshiklar qo'yganlar. Xo'p, mana bunaqa ahvolda hozir turibdi. Klinika bo'lgani ma'lum. Mana kabinalar, alohida bo'lgan kabinetlar, har xil yozuvlar bor, kardiolog, nevrolog. Xo'p, boshqasi orqa tomonni ko'rsataman. Domni orqa tomoni, mana bu fortishkamiz, domni orqa tomoni. Birinchi qatorda joylashgan eski domlar birinchi qavatida nejiloy sotilyapti. Bu yerda har xil biznes g'oyani amalga oshirish mumkin. Umumiy maydoni 200 kvadrat chiqadi. Dokumentda sal kamroq. Oldingi pristroyka deydi, qo'shilib qurilgan ayvonchasi bor. O'sha bilan 200 kvadrat chiqadi. Narxini 300 ming deyaptilar. Albatta savdosi bo'ladi. Hozir mana bu taraflarni ham ko'rsatib o'taman. Mana bunaqa xonalari bor. Shu turishda hamma narsa qolay ekan. Hech narsa olinmaydi. Eski оборудование, mebel, sevillar shu turishda turibdi. Mana shu yergacha binomiz. Barcha ma'lumotlarni, uzunasini, enini, hammasini pastdagi izohlarga yozib qoldiraman. Shahar markazidan biznesga, klinika yoki stomatologiya qilib ochsangiz ham bo'lar ekan. Supermarketga ham juda yaxshi joy ekan, chunki atrofimizda domlar joylashgan. Qiziqqanlar tez aloqa chiqamiz. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha.